Vay. Men Sita, o'z qoidam bo'yicha ish qilaman. Bu yer mening. Sizlar bu yerni egallab olg'ili. 25 yil bo'ldi. Endi egisiga qaytadigan vaqti bo'lgandi. Hozirdan boshlab bu yer menga mansub. Sen haq nima deydi? Ha, qonunsiz qilmish. To'g'ri. Boshqalarning yeriga uy silish qonunsiz qilmish. Hammalar turmaga tashlansizlar. Biz sotni o'qtirishini topshiribmanmidim. Bizni qiynab o'tirmoqchimi? Men sizlardan 25 yillik ijara haqqini olmadim. Shuningga rozi bo'lib, bu yerni bekalab beringlar. Sizlarni bakli yaxshi ko'raman. Agar menga rahmat etmoqchi bo'lsanglar, esinglarda bo'lsinki, ismim Sita. Sen Sita emas, jadugar Supana kirgansan. Rahmat. Buning badalini to'laysan. Xushallik bilan. Bizni mazaq qilib o'tamsan. Haman bir kuni senmi bizga o'xshash ko'chada qolasan. Bizning asabimiz seni qiynaydi. Menga yaxshi ko'nglimga tegil bo'ldi. Rahmat. Xonim, ular sizni qag'avasa, nimishga kulib tursiz? Sodada biri ziyon tatsa, yana biri foyda oladi. Ziyon tatgan odam albatta yig'laydi-da. Bu normal ahvol. Mana bu soda. Tushundim. Siz bir qaltis ayol juma. Chunki ismim Sita. Hay, yaxshimisiz? Ismim Sita. Basva Rajo. Yarmas erlar avarchilikqa uchirsa mayli. Biroq chiroyli qizlar japatatib qolmasin. Buni ishqa emas deymiz. Xato tushunmang. U amroqligini mushundaq ifodalaydi. U yoq jaybab. Men u yerga soda saray solaman. Men ilgari oshi mahallada turatdim. Bu sodadan 1 milliard foyda olaman. Buning 20% sizning. Men degan qonunliq parlament a'zosi. 30%. Ortiqcha mol dunyo kishiga yuk istaxonam. Mena boyligim 10 milliard chiqdi, yana davomli ko'paydi. Sizga nima lozim? Men bilan to'y qiling. Nima? To'y qilish bosqinchilikdimi, qo'rqinchli mataga? U nimancha hayron qildi. Ey, Basva Rajo, har qancha kuchli armo sizdan qo'rqib ketadi. U bir ojiz qiz tursa. To'g'ri. Siz qiz bola bo'lg'achqa, men masalangizni hal qilib beraman. Sizmi menga yotliq bo'lib, qalbingizdagi erga yordam qilasiz. To'y, mangulik muhabbat deganlarning hammasi quruq gap. Amsa to'y qilmay, birga turaylik. Qancha uzun? 1 yil. Bek uzun bo'lib ketdi. Amsa 6 oy bo'lsin. 1 oy. Ma'qul. Amsa darhol kelishim tuzaylik. Xonim, imzo qo'yishdan burun kelishimni obdan ko'rib yiqim.抖音